Sohalar rivojida bevosita har bir jarayonning raqamlashtirilayotganligi ahamiyatlidir. Barcha tizimda bo'lgani kabi gaz ta'minotida ham raqamlashtirish texnologiyasi yaxshi samara bermoqda. Gaz tizimi xodimi bilan bir qatorda iste'molchi uchun bu juda qulay bo'lmoqda. Soha vakillari tomonidan navbatdagi yana bir xayrli ishga qo'l urildi. Hududlardagi mahallalarda avtomatlashtirilgan mahalla iste'mol nazorati hisob balansi joriy qilindi. Dastlabki jarayonlar Jizzax viloyatining 13 ta shahar tumanlaridagi bittadan namunali mahallalardan boshlangan edi. Ta'kidlash lozim, ushbu hududda avtomatlashtirilgan mahalla iste'mol nazorati hisob balansi bo'yicha amaliy ishlar natijasida iste'molchilarga yetkazib berilayotgan tabiiy gaz ta'minoti avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimidan olib borilishiga ahamiyat qaratilmoqda. Viloyat bo'yicha 322 ta gaz taqsimlash punktlarini to'liq modernizatsiya qilishga erishildi hozirgi kunda. Asosan Jizzax viloyati iste'molchilarning tabiiy gaz ta'minot xizmat qiluvchi 269 ta gaz taqsimlash punktlari asosan 100% almashtirildi hamda endilikda urg'uni berganmizki, mahalla balansini ishlab chiqish bo'yicha. Mahalla balansi deyilganda aynan yuqori bosimli tarmoq ega bo'lgan hududlar tanlab olingan hamda ushbu hududlar kirish qismiga alohida elektron gaz hisobdorlar o'rnatilib, ushbu ta'minotga xizmat qiluvchi yuqori bosimli, o'rta bosimli gaz taqsimlash punktlar to'liq modernizatsiya qilinmoqda. Hozir biz turgan mahalla Jizzax shahrining Hamidxonjoy mahallasi hisoblanadi. Asosan Janubiy gaz taqsimlash stansiyasining boshlanish nuqtasi. Ushbu hududda 613 ta aholi xonadonlari mavjud. Gaz tarmoqlari halqalanmagan, alohida balansini ishlab chiqish imkoniyatiga ega. Hozirda mana ish jarayonida biz ushbu hududda gaz taqsimlash punktlarini belgilangan tartibda urash jarayoni amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga hududda 4 kilometr uzunlikda gaz tarmoqlarini to'liq estetik jihatdan tartibga keltirganmiz hamda hududdagi o'rta bosimli 25 ta gaz taqsimlash punktlarini demontaj qilib oldik. Bu orqali texnologik yo'qotishlarning oldi olindi. To'ligida har bitta aholi xonadonlari kirish qismiga regulyator qurilmalar o'rnatilgan. Bu o'z-o'zidan 2 bosqich tizim asosini tashkil etadi. Hozirda agarda 1000 kub hisobida oladigan bo'lsak, 10%, 12% gacha tabiiy gaz qisqarishiga erishildi. Bunga sabab birinchi navbatda gaz bosim sozlagich orqali bosim yetkazib berilmoqda hamda xonadonlarda ham energiya tejamkor gaz jihozlari o'rnatish yo'lga qo'yilgan. Bu ham o'z-o'zidan birinchi navbatda yetkazib beruvchi qurilmamiz zamonaviy, tejamkor va xavfsizlik qurilmalariga ega. Har bitta qurilma kirish qismida tozalagich qurilmasi o'rnatilgan. Shu bilan birga gaz taqsimlash punktlarimizda ham alohida tozalagich qurilmalar mavjud. Bularning ustunlik tomonligi mana filtrga keluvchi va undan o'tuvchi gaz bosimi 5% ga agar ifloslangan darajasi mavjud bo'lsa, tozalash imkoniyatimiz mavjud. Bu o'z-o'zidan iste'molchilarga toza, ya'ni mexanik aralashmalarsiz tabiiy gaz yetkazib berishga o'z imkoniyatini tug'dirib beradi. Har bitta qurilma alohida e'tiborga olingan va ko'cha qismlariga ham, har bitta ko'cha qismlariga mana hozir guvohi bo'lasizlar, ko'cha tarmoqlariga ham alohida o'rnash tartibi joriy qilingan. Bugun gaz ta'minoti filial tomonidan viloyatdagi ommaviy axborot vositalari xodimlari, mustaqil jurnalistlar, blogerlar uchun press tur o'tkazildi. Tashkil etilgan press turda ham aynan sohadagi o'zgarishlar, raqamlashtirish jarayonlari haqida ommaviy axborot vositalari xodimlariga xabar berildi. Tanlangan manzil viloyatning Jizzax shahri bo'lib, u yerda avtomatlashtirilgan mahalliy iste'mol nazorati hisob balansi bo'yicha tashkil etilayotgan jarayonlar haqida ma'lumotlar ulashildi. Ta'kidlash lozim, Jizzax shahrining Hamid Olimjon mahallasida amaliy ishlar olib borilayotgan bo'lib, xonadonlarni 2 bosqichli tizimga o'tkazish hisobiga mavjud ma'nan eskirgan yuqori bosimli gaz taqsimlash punktini zamonaviy qurilmaga almashtirish, shuningdek 0.7 kilometr yer osti gaz quvurini yer ustiga chiqarish, gaz tarmoqlariga 6 ta filtr o'rnatish, gaz tarmoqlaridagi ma'nan eskirgan 6 dona zulfin va jumraklarni almashtirish, 197 ta ma'nan eskirgan nostandart gaz jihozini energiya tejamkor gaz yondirgichiga almashtirish, 2.8 kilometrdan ortiq gaz quvurlarining estetik jihatdan tartibga keltirilishi belgilangan. Bugungi tadbir davomida bevosita jarayonlar bilan tanishish barobarida amaliy ishlar natijasi o'laroq 2024-yilga nisbatan 91.1 ming metr kub tabiiy gazning tejalishiga erishilishi alohida qayd etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 1-aprel kunidagi yoqilg'i energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishini oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risidagi 133-sonli qarori imzolangan bo'lib, mazkur qaror ijrosi yuzasidan Jizzax viloyat prokuraturasi hamda hudud gaz ta'minoti xodimlari tomonidan bir qator tadbirlar amalga oshirildi. Misol uchun Jizzax shahar Hamid Olimjon mahallasida yoqilg'i energiya tejamkorligi 19.3% ga qisqarganligi
bunga misol bo'ladi. Hozirda o'sha gaz taqsimlash qurilmalarini qo'yilishi hisobiga bu ko'rsatkich 3-4% ga qisqarganligi ma'lum bo'ldi. Bu kabi tadbirlarimiz joylarda o'sha mutaxassislar ishtirokida o'rganilib, targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda. Avtomatlashtirilgan tizimni ishga tushirishdan asosiy maqsad sohada raqamlashtirish texnologiyasini yanada kengroq joriy qilish. Buning natijasida yillik gaz yo'qotishlarining oldini olinishiga erishishdan iborat. Pirovardida tabiiy gaz bir necha barobarga iqtisod qilinadi, ta'minot esa yanada yaxshilanadi. Mahalla hududida yerosti tarmoqlarimiz mavjud emas. Mana yuqorida yana ko'rib qolishlaringiz mumkin. Asosan o'sha mahalla gazchilarimizga ham imkoniyat yaratish maqsadida elektron gaz hisobdonlarimiz to'liq ko'cha qismiga, ya'ni poydevorga chiqarilgan hamda o'rtacha 160 va 180 sm balandlikka o'rnatilgan. Bu ham o'z-o'zidan ushbu hisobdonlarimizga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga xizmat qiladi. Jizzax viloyati bo'yicha 1152 km uzunlikdagi yerosti gaz tarmoqlari mavjud. Aynan Jizzax shahridagi hozirda 264 km uzunlikdagi yerosti gaz tarmoqlari iste'molchilarni tabiiy yetkazishga xizmat qilmoqda. Bu tarmoqlarimizni ahamiyat berishimiz kerakki, yer osti gaz tarmoqlarimizni hozirgi kunda mana jamiyat tomonidan ajratib berilgan mobil laboratoriyalarimiz mavjud hamda severing qurilmalar xarid qilingan. Ushbu qurilmalar ish jarayonida xodimlarimizni gaz quvurlarini ko'rikdan o'tkazish jarayonlarida sifatini oshirib beradi. Yer osti gaz quvurlari orqali yetkazib berishda juda ham qulayliklar ko'p. Va aynan yotqizilishi bo'yicha belgilangan loyiha smeta jarayonlari asosida gaz quvurlar yotqiziladi. Aynan yo'lda kesib o'tish qismlariga putlar qurilmalari mavjud. Barcha xavfsizlik jarayonlari hisobga olinadi. Aynan o'sha yangi qurilgan tarmoqlarni qabul qilishda ham belgilangan qurilish me'yor qoidalariga asosan, ya'ni foydalanishga qabul qilish belgilangan. Gaz ta'minot tizimini modernizatsiya qilish jarayonida faol ishtirok etayotgan gazchilar Hudud Gaz Jizzax gaz ta'minot filiali boshlang'ich kasaba uyushma qo'mitasi tomonidan doimiy qo'llab-quvvatlanmoqda. Zamonaviy gaz taqsimlash punktlarini o'rnatish ishlari davomida hududga tashrif buyurgan ommaviy axborot vositalari vakillari ishchilarga salqin ichimliklar, shirinliklar hamda sut qatiq mahsulotlari tarqatilganligining guvohi bo'lishdi. Hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati tomonidan birinchi navbatda mana shu ishchi xizmatchilarni mehnat muhofazasiga bo'ladigan birinchi navbatda mablag'lari to'lab beriladi. Jami 216 ta xodimimiz mana shunday sut qatiq bilan ta'minlanishi to'g'risida attestatsiyadan o'tkazilgan va buni biz doimiy ravishda mana bu filialda ham ko'rsatsak bo'lardi, o'sha xolodilnik qildirib har haftada mana shu o'zlariga belgilangan normani sut qatiqni berib boramiz. Jamoamizda qariyb 1000 ga yaqin a'zolarimiz bor. Kasbimiz Qahraton qishda ham mana shu aholiga tabiiy gazni yetkazib berishda jonbozlik ko'tarib, suyultirilgan gazni olis hududlarda, qorli, qiroli kunlarda ham mana shu xalqimizga, elimizga xizmat qilish vazifasi yuklatilgan hukumatimiz tomonidan. Biz ana shunga kasaba uyushmasi o'z a'zolarini unutmaydi shiori ostida doimiy mana shunday qishda mavsumda ishlayotgan paytlarida biz holidan ahvol olib, ularga bir ish jarayonlariga motivatsiya bo'lish maqsadida issiq ovqat bilan ta'minlaymiz, issiq choy bilan, issiq kofilar bilan va har xil yemli ichimliklar bilan xabardor bo'lib turamiz. Undan tashqari mehnat muhofazasiga bog'liq bo'ladigan vositalari, himoya vositalari bilan ta'minlashga jonbozlik ko'rsatamiz. Hamda hamisha mana shu ishchi xizmatchilarimizni bundan tashqari mehnat ta'tili davomida sog'lig'ini tiklash maqsadida respublikamizdagi O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi qoshidagi sanatoriyalarga yuboramiz. Bundan tashqari mana dam olish kunlariga jamoaviy dam olishlarni tashkil qilib boryapmiz. Press tur davomida suyultirilgan gaz ta'minotiga ham e'tibor qaratildi. Viloyatda 132.398 ta aholi iste'molchi suyultirilgan gazdan foydalanib kelmoqda. 2025-yilning birinchi choragida aholi iste'molchilarga 5630 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berildi. Iste'molchilarning maishiy gaz ballonlariga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqib, o'tgan 2024-yilda qo'shimcha 9948 dona maishiy gaz ballon yetkazib berildi. 2025-yilda esa qo'shimcha 8800 dona maishiy gaz ballon yetkazib berish reja qilingan bo'lib, shundan 3000 dona maishiy gaz ballon yetkazib berildi. Baxmal tumanidagi 30 ta mahalla fuqarolar yig'inining 22311 ta aholi iste'molchilari suyultirilgan gazdan foydalanib keladi. 2025-yilning birinchi choragida aholi iste'molchilariga 906 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berildi. Baxmal tumanida 33 ta mahalla qishloq fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib,
Bugungi kunda ushbu xonadonlarga suyultirilgan gaz yetkazib berishda tumanimizda 5 ta avtotransport vositalari mavjud. Ushbu avtotransport vositalari orqali hududlarga 40 kun, 45 kun oralig'ida uzluksiz suyultirilgan gaz yetkazib berish yo'lga qo'yilgan. Baxmal tuman gaz ta'minoti bo'limida 300-350 ga yaqin yangi zaxirada gaz ballonlarimiz mavjud. Ochig'ini aytganda, bugungi kunda gaz ta'minoti tizimi Jizzax viloyatida anchagina yaxshilanib qolganligi bor gap. Chunki sohadagi rivojlanishlar, tabiiy gazni iqtisod qilish, shuningdek, suyultirilgan gaz ta'minotini yanada takomillashtirish borasida qilinayotgan ishlar bugungi kunda iste'molchilarning manfaatlariga xizmat qilishi bilan ahamiyatli.